Ha Madina opa, hademay bahor boshlanadi. Bizga o'g'il bolalar krossovkalarini arzon qilib bering degan yigitlarimiz shu. Bu yerdagi hamma krossovkalarning narxi 120 ming so'mdan boshlanib, 180 ming so'mgacha, 140 mingligini ham xarid qilsalar bo'lar ekan. Oho, bu yerda Nosirjon shunaqangi klassika toflini yaxshi ko'radigan kuyov bolalar to'plasa nima deydi? Har xillaridan bor ekan. Narxlari ham juda ham 120 ming so'mdan ekan. Har xil assortiment tegisi 160 ming so'm. Ha bular ham 120 ming so'mdan ekan. Ha to'ydan keyin uydan chiqmaydigan kuyov bolalar uchun 75 ming so'mdan, 35 ming so'mdan shunaqangi zo'rda mashinalari ham bor ekan. Obbo, bu tinib tinchimagan xitoyliklar shunaqa ikki xil oyoq kiyim Xitoyda trend bo'lganmi? Qo'valinglar nima deysizlar, kiyasizlarmi? Nosirjon shunda bu ham o'g'il bolalar shunaqa neobычный narsalar yoqtiradiganlar uchun pushti krossovka, qizil krossovka, shunaqangi голубой krossovka, shunaqangi sariq krossovka, qora krossovka, xullas korishniy deysizlarmi, ko'k deysizlarmi, yashil deysizlarmi? Asha alfabetda qanaqa rang bo'lsa, hamma rangda mushkul krossovkalarni kelib 168 Xitoy bozoridan topsalaring bo'ladi. Ha, bundan oldin kadrlarda xatlashdim. Bu yerda shunaqangi har xil brendli krossovkalarni har xillarini topsalaring bo'lar ekan. Buni qaranglar, brendini. Ha, o'zi bitta gol urolmaydi. Hali Real yutadi, hali Barsa yutadi deb o'tirmasdan, mana oyoq kiyimdan bitta olib, gazonga chiqib bitta gol urib ko'ringchi. Keyin bir tomoshangizni ko'raman. Real bilan Barsachilarni qalbidan o'tgan his-tuyg'ularni bitta his qilarmikinsiz, aka? Xitoy bozoridan topsalaring bo'laveradi. Gazonga chiqaman desalar, chekib kelaverasizlar. Neobычный narsani yaxshi ko'rib futbol o'ynaydigan bolalarga shunaqangi 48 razmerdagi pushti ketani ham topsalaring bo'laveradi. Ha, bu Madina opam nima balo murtqa kurtka kiyib oldikin deb o'ylanib o'tirmasdan, Xitoy bozoriga kelib yigitlarimiz shunaqangi kurtkalarimizni oldingi narxi 230 ming so'm edi. Chegirmada 180 ming so'mdan issiqqina shunaqa kurtkalarni xarid qilsalaring bo'ladi. Sonlari juda ham kam qolgan. Kelib ulgurib oling. Men ustimdagidaqa kichkina razmerdan tortib, shunaqangi katta большой razmerlarni ham, samogini ham qaranglar. Yomon neobычный ekan, kattaligini qarang.